Hozir hamma psixolog, hamma logoped. Ammo hozirgi mavzuni eshitganingizdan keyin hamma ichidagi aqorliklar to'kiladi va yangi ma'lumotlar olishni boshlaysiz. Bugungi mehmonimiz Fatima opa. Fatima opa, o'zingizni avvalambor tanishtirasiz. Assalomu alaykum, men ismim Fatima. Logoped, psixolog, mutaxassis bo'lib ishlayman. 15 yillik tajribaga egaman. Nimaga aynan logopedlikni o'zini davom etib keturmadingiz? Nimaga aynan faqat bolalar o'zi bilan ishlamadingizda psixologiyaga ham kirishingizga to'g'ri keldi? Nima sizni majbur qildi? Nimada o'zingizni va bolalarni va onalarni va oilalarni aldolmadingiz? Chunki men 10 yildan oshiq logoped bo'lib mutaxassis sifatida maktabda faoliyat yuritdim va logoped sohasiga talab juda ham kuchayib bordi. Og'ir tashxisli bolalar ko'payib bordi. Va men xususiy markazlarda og'ir bolalar bilan ishlashni boshladim. Va bolalar bilan ishlash jarayonida ulardagi holatni ko'rib, oilasidagi, onasidagi ruhiy holatni ko'rib, ularni bolani o'zi bilan emas, onasi bilan ham ruhiy holati bilan ishlash kerakligini tushundim. Va psixologiyaga shunaqangi yondashdimki, psixoanaliz sohasi bo'yicha, ya'ni bolani homiladorlik davridan boshlab uni rivojlanishiga ta'sir qiladigan omillarni bartaraf qilish yo'llari haqida chuqur o'yladim va mana shu yo'nalishda onalarni asosan homiladorlik davridan boshlab ruhiy holatini o'rganish kerak, ruhiy holatini tuzatish kerakligiga amin bo'ldim. Shundagina avvalambor sog'lom bolalar rivojlanadi. Og'ir tashxisli bolalar yoki sog'lig'ida, rivojlanishida kamchiligi bo'lgan, hozir juda ham ko'payib ketyapti, nutqi kechikkan bolalar, o'zini yoshidan kech chiqyapti, nutqi, gapirishi kech bo'lyapti, harakatga kelishi, yurishi kech bo'layotgan, normadan kech kelayotgan bolalar juda ham ko'p bo'lyapti. Lekin bu to'g'ridan to'g'ri hech kim o'ylamaydiki, onasini holatiga ham bog'liq. Ya'ni onani ruhiy holati qanday bo'lsa, hayotga ishonchi past bo'lsa, bolaning rivojlanishi ham orqada bo'ladi. Boya yuqorida ikkalamiz sal tanishib olgan vaqtimizda men sizga aytdim-ku, faqat bolalarni o'zi bilan ishlashyapti, logopedlar, onalar qolib ketyapti deganimda siz aytdingiz, "Yo'q, logopedlarni qoralash niyatim yo'q, ularni qoralab chiqmaymiz" dedingiz. No, bilasizmi? Har doim mana shifoxonalarda bolalarni ko'raman, onalar shunaqa katta miqdorda pul to'lab yotishadi bolaning sog'ligi uchun. Logopedlar shunaqa jon ko'ydirib bolalar bilan ishlab yotishadi-da. Anita qarasangiz, ona bolasini kuzatadida, yig'lab o'tiradi-da, jertva pozitsiyasida. No, aytging keladi-da. Mana shu imkonda bizga aytging keladi. Ayol, bekorga sarflama pulingni. Erkak, ota, bekorga sarflama pulingni. Ish объемni ketish kerak. Yolg'on-ku, uni hammasi yolg'on-ku. Sizda mana shu keling shu intervyuni qilaylik, keling sizni ochaylik deyishim, yonishim sababi shuki, siz eng asosiy fishkangiz, Fatima opamning eng asosiy fishkalari, ular faqat bolani o'zi bilan emas, o'sha oila bilan объемni ishlaydilar. Aynan mana shundagina rezultat bo'ladi. Sababiki, siz yuqorida ham aytdingiz, bola onani uyg'otish uchun keladi, onani holatini ko'rsatish uchun keladi. Mana shu haqida bizga chuqurroq qanaqa yondashyapsiz? Aynan ishga o'taylik, birdan yechimga. Men ish tajribamda juda ham ko'p bo'ldi. Ayniqsa duduqlanishi bor bolalarda onani holatini o'rganganimda, onada qo'rquv, ichki gaplarni yutib o'tirishi, gapira olmasligi, o'zini oshkora qila olmasligi, masalan, aybsiz aybdor bo'lib qolishi oilada, bu hammasi o'zini ichiga yutib yurishidan bo'lgan va o'zidagi fikrlarini gapira olmagani uchun ham bu bolaga nimadir sababchi, nimadir qo'rquv bo'lib qolganda sabab duduqlanib qolgan va bu bola aksincha o'zi onani akslantirayotgan bo'ladi. Yoki kech gapirayotgan bolalar, ularda ham shunaqa, onasida shunaqa holat bo'ladi. Onasidagi ichki o'sha qo'rquvlari, bostirilgan emotsiyalari, gapira olmayotgan gaplari bola ko'rsatib beradi. Qachonki bola ona bilan ishlaganimizda, ruhiy holatini o'rganib, uni o'zini anglash, o'ziga ishonchni oshirishga olib kelganimizda, bolada ham natija bo'ldi. Bola ham duduqlanishi tuzaldi, nutqi kechikkanlar o'zini
yoshiga normasiga yetib oldi. Rivojlanishni orqada qilayotganlar sekin-sekin mana shunaqa yetib oldi. Ya'ni bu yerda logoped o'zini mutaxassisligini o'zi bajarib, ona esa o'zini ichki holati bilan psixolog bilan ishlashi kerak. Lekin sizda shunaqa объемni siz ham logoped sohasidasiz, ham psixologiya sohasidasiz. Bu juda zo'rda. Mana sizlarga shunaqa imkoniyat va shunaqa zo'r mutaxassis taklif qildikki, logopedga boshqa insonga va nima deydi, psixologiyaga boshqa insonga emas. Bir o'zlari ham bolani ham taniydilar, biladilar. Endi oddiy ona sifatida gaplashaylik. Aytdim-ku yuqorida, o'sha o'zimni bolamni ham shunaqa ruhiy holat, nima deydi, terisidagi holati sababli o'zim ham psixologiyaga kirganim uchun buni juda zo'r bilaman-da. Ikkalasini taniysiz, bilasiz va ish 10 baravarga tez ketadi. Endi sizga savol. Anaqa aytaman, yaqinda bo'lgan NRS holatidagi bolalar. Hozir juda ham ko'p, hattoki 15-16 yoshli bola, qizlarda ham NRS holati bor. NRS bu ostini qo'llab, ya'ni o'rnini qo'llab qo'yish. 9 yoshli bolani onasi murojaat qildilar. Men farzandimda NRS holati oldin bo'lgan, o'rtada davolandik, endi hozir yana 3-4 oydan beri yana bo'lyapti deb. Menga murojaat qildilar va men bola bilan bir martagina suhbat o'tkazish orqali uni holatini o'rgandim. Unda nima muammo bo'lyapti ichida, onasiga yetolmagan ichki muammolar bo'ladi. Va bolasini o'rganish orqali keyin onasi bilan individual suhbat olib bordik. U bilan konsultatsiya terapiya o'tkazganimizda o'zimni tavsiyalarimni berdim va o'shani o'zida ona uyga borib o'sha men aytganlarimni qilgan o'zida bolada o'sha kunni o'zida NRS to'xtadi va men yaqinda ham 2 hafta 3 hafta o'tgandan keyin onadan so'radim. Bolangiz qanaqa ahvoli, NRS qaytalanmadimi desam, yo'q Fotima, NRS to'xtadi, bolam o'zida ham ishonch ortdi, hattoki oldin qo'rqib uxlardi, yotishdan oldin qo'rqardi, ona meni uyg'oting derdi. Yo'q, hozir unaqa qilmayapti, bemalol uxlayapti. Ya'ni onada o'ziga ishonch oshdi, o'zidagi holat o'rganildi. Bolaga ham to'g'ri tavsiya, ya'ni bolaga munosabat. Ona siz stressda bo'lsangiz, jahlda bo'lsangiz, bolangizga qanaqa munosabat qilasiz? Urib qo'yishingiz mumkin, urishib qo'yishingiz mumkin. Bola bu yerda o'zini keraksiz his qilib qolishi mumkin va bu narsa bosim bo'ladi bolaga. Onasi o'zgardi, bola ham o'zgaradi, sog'lomlashadi. Hozir sizga beradigan savolim oldidan shuni qat'iy shu ayollarga shu podkast shuni ochsin. Onalar, bola, mana siz aytib o'tganingizdek, bizni 100% aksimiz. Ya'ni aynan o'sha balog'at 3 yoshigacha bir qadar, 12 yoshigacha aynan bir qadar davrlar bor. 18 yoshigacha juda va 24 yosh, 21-24 yosh o'sha mutlaqo uzilish davri-ku. O'shanga qadar shunchalik bog'liqki, bolani olib chopmang. Siz ham pulni ko'chadan supurib olmaysiz. Ona sifatida, ayol sifatida aytaman, turmush o'rtog'ingiz ham ko'chadan supurib olmaydilar pulni. Qachonki объемni birga ishlaganingizda natija bo'ladi. Yugurib chopmang. Xudo menga nima yozdim deb nolib chopmang. Avvalambor nima deydi? O'sha sizni uyg'otish uchun berildi bu jarayon va bolani ham o'zini holati, объемni birga ishlaganda o'zgaradi. Endi o'sha boyagi savolimga qaytaman. Qanaqa ish olib boryapsiz? Mana hozirgi kunda sizga mana bolasida bor, mana shu logopedlik nima deydi, sohasida ehtiyoj bor. Keldi, murojaat qildi yoningizga. Nechta seansligi va uni qolgan o'zingiz tushunasiz-ku va ona bilan nechta dars, konsultatsiya o'tasiz. Uni o'zini bolani holatiga qarab, individualni, onani o'zini holatiga qarab o'rganiladi. Qanchadir muddat ketadi deya olmaymiz. Bu hammasi ishingizni sal yoritib bering bizga. Masalan, kelsa, bola bilan alohida ishlansa, psixologik ham logopedik ishlanadi. Va onasi bilan alohida ishlanadi. U alohida kunga belgilanadi. Bu bola alohida kunga belgilanadi va har bitta terapiya jarayonlari, bola bilan mashg'ulot jarayonlari alohida o'tkaziladi. Bolani o'sha darajasiga qarab, kasallik darajasiga qarab seans belgilanadi. 3 oydan u yog'iga bo'lishi mumkin, uni holatiga qarab va bajariladigan vazifalarga qarab. Mashg'ulot berilsa, bola bilan uyda bu narsa bajarilmasa, natijaga
erishib bo'lmaydi. Onaga ham tavsiya berilsa, vazifalar berilsa, u ichki holati bilan uyda ham shug'ullanmasa, u ham natija bermaydi. Hammasi individual. Men berishim mumkin, lekin siz bajarmasangiz natija bermaydi. Endi ona sifatida aytaman, avval o'zim ham aynan farzandim uchun mutaxassis qidirsam, izlanaman. Necha yildan beri shu sohada ishlaydilar, natijalari qanaqa, avval o'sha hayotlarida qanaqa ishlab o'tganlar va asosiy so'raydigan narsam shu, men ishlaydigan mutaxassisni oilaviy holati qanaqa, uni o'zini hayotida nima masalalarini hal qilgan. Bu juda ham muhimda. Shular haqida ham bizga yoritib bering, sababi ishonch. Har doim har bitta podkastimda so'rab o'taman, sizga ishonchlariga asos bering deb. Men oilaliman, 21 yillik xudo xolisa turmushim bor. Turmush o'rtog'im, 3 nafar farzandim bor. Menda ham har bitta ayolda bo'lganda o'zimga yarasha ruhiy holatlarimda o'zgarishlar bo'lgan. Ya'ni stressga tushishlar, depressiyaga tushishlar holatlar bo'lgan. Bu asosan birinchi va ikkinchi farzandlarimda. Uchinchi farzandimdan keyin men bu psixologiya sohasini yana ham chuqur o'rganganimdan keyin menda nima ta'sir qildi? Va uchinchi farzandim kech gapirishni boshladi. Ya'ni menga bu bilinmadi, atrofimdagilarga bilindi. Bolang kech gapiryapti, bolang juda so'zlari lug'ati kam, tengqurlar mana ko'p gapiradi, lekin bu kam gapiradi deyishdi. Keyin men shunga diqqatimni qaratdim-da, bog'chaga aynan 1,5 yoshdan keyin, chunki ikkita bolam 1 yoshdan ko'p so'zlarni bilardi. 1,5 yoshdan keyin 2 yoshga qarab ketayotganda sekin bog'chaga berdim. Bog'chaga olib borishdi, olib kelishdi, u bilan suhbat o'tkazdim. Ya'ni men vaqtimni ko'proq bolamga qaratishni boshladim. U bilan suhbatlashishga, yo'l-yo'liga ketayotganda ko'p onalar bolasini tez-tez yur deb olib ketadi. Bola emotsiyada yig'lagan, bormayman, qo'ymayman, bog'chaga xohishi bo'lmaydi. Bu yerda ham ona nima uchun olib kelyapti, o'zi bilmaydi. Bolani bog'chaga borish uchunmi, rivojlanish uchunmi yoki boladan tezroq qutulish uchunmi? Shu holatni o'rganib chiqish kerak. Bola bilan gaplashib, voy mamani qara, voy gullarni qara, keyin hidlaymiz. Qara, anta hayvonlarni ko'rish mumkin. Parandalar bo'lishi mumkin, yo'l-yo'lga mashinani qara. Kelishi joyida, shu joyda bitta to'xtatib ketay, bir og'iz. Mana shu joylarga ahamiyat berishmaydi onalar. Aynan mana shu nozik joylarni o'tkazib yuborishadida, keyin lekin balans bo'ladimi? Keyin vrachga olib qatnab 2 baravar o'sha energiyani beradi. Undan ko'ra element joylari ahamiyat berilmaydi. Yo'l-yo'lga bog'chaga olib ketayotganning o'zida bolani nutqini chiqarish mumkin. Bu aynan o'zimdan o'tkazganman. Katta bolalarimda bu narsa bo'lmagan, nutqi normada chiqqan, kichkina farzandimda shunaqa bo'lgan. Va men yo'l-yo'lga bog'chaga olib borganman. Voy, bog'chaning chiroyliligini, bog'chada muhit yaxshiligini, bolalar borligini, u yerda nima qilish imkoni bor, o'ynash imkoni borligini ko'rsatib berganman. Keyin bolani bog'chadan olayotganda nima ovqat yeding emas, bog'chapen nima dedi, urishdimi emas. Bugun nima o'rganding? O'rtoqlaring bilan nima o'ynading? Qanaqa bo'ldi? Senga yoqdim, uni kayfiyatini so'rash. Xafa bo'lgan bo'lsa, nima bo'ldi? Xafa bo'ldim, hech narsa qilmaydi. Kayfiyatiga kirishish. Qarang, Xudoga nima yozdim, duduqlanish berdi deb gapiramiz-da, lekin qarang qanaqa oddiy sabablar bilan o'zimiz sababchi bo'lib qolamiz. Eshitmayapsan bolani, ovozini ham eshitging kelmaydimi? Yaratganam nima deydi? Jim o'tir deyshadi. Bo'ldi. Yaratganam nima deydi? Sen xohladingmi? Bo'ldi deb gapiradi-yu. Ko'p urishadi onalar. Jim o'tir, gapirma. Ovozingni o'chir deyshadi. Конечно, bu bola keyin ovozini o'chiradi. Men gapirish mumkin emas ekan menga deydi-da va ongsiz ravishda u jim bo'ladi. Qarang, va ham hozir ko'proq mana gadjetlarga, telefonlarga bolalar juda ham bog'lanib qolgan. Ko'proq mayli ona ish qilyaptimi, yonida o'tkazib qo'yib nimadir gaplashib o'tirish mumkin. Men katta qizimda asosan ikkita katta farzandimni unda u payt telefonlar bo'lmagan, qarab o'tiradigan odam bo'lmagan, yonimga o'tkazib qo'yib, stolga o'tkazib qo'yib ovqat qilardim. Nima sovotganimni, nima qilayotganimni, mana men sovaman, suhbat. U kichkina, hali gapirmaydi, lekin o'shani eshitadi. Onasi yonidaligini his qiladi. U zashishini, himoyalangan his qiladi-da. Anaqa ruhiy buzilish ketmaydi. Bolada ruhiy buzilish yoshlikdan, onadan uzoqlashgandan boshlanadi. Hozir men shu suhbat qilish jarayonida o'zim ham his qildim-da, endi borgan sari insonni his qiladigan bo'lib ketasan-ku, sizga ishonchli logoped xodim hamda psixolog kerak bo'lsa, shu объемный ishlab 1 yilda ketadigan natijani ona oila bilan birga ishlaganda
nima deydi 2-3 baravarga qisqartirib tashlash mumkin. Fotima opamga murojaat qiling, ham o'zingizdagi ruhiy buzilishlar bormi, o'sha farzandingizni nima deydi gapirishini kechikishi va undan tashqari men sizda shu nimani sezdimki, hisni sezdimki, oilada farzandlarga bo'lgan haqiqiy munosabat, mana shu ona va bola oila o'rtasidagi tarbiyaga ham, aynan farzandlarga bo'lgan hurmat bilan yondashuv natijasida qanaqa buyuk shaxslarni rivojlantirish mumkinligi haqidagi bilimlar kerak bo'lsa ham Fotima opamga murojaat qiling va qanaqa tavsiyalaringiz bor? 1 daqiqalik ayollarimizga va keyin yakunlaymiz. Har bitta bolani rivojlanishi kelgusida ota-onaga nisbatan munosabati hozirgi kichik yoshlik davridan boshlanadi. Wow. Hozir siz farzandingiz bilan qanaqa vaqt o'tkazayotgan bo'lsangiz, ertaga farzandingiz siz bilan ham xuddi shunday vaqtni beradi. Hozir siz vaqt kam ajratyapsizmi? Ertaga bolangizga o'tir, yonimga o'tir, gaplashgim kelyapti deysiz, bolaning vaqti yo'q. Bu sizga yomon ta'sir qiladi. Lekin o'ylaymiz, sizga bir paytlar men o'zim ishga berilib ketgandim, bolam chaqam deb yurib ketgandim. Buni bolaga to'g'ri tushuntirib bersangiz, nima uchun vaqtingiz bo'lmadi, nima uchun siz bolani tashlab ketishga majbur bo'lganingizni bolaga o'sha kichkinaligidayoq tushuntirib bersangiz, bola shuni tushunadi. Ha, demak, onam ishlagani uchun ketgan ekan, menga yordam bo'lish uchun, meni yomon ko'rgani uchun emas, meni tashlab ketmagan ekan degan fikrda qoladi-da. Va katta bo'lganda ham sizga hurmati ham cheksiz bo'ladi. Demak, yakunlaymiz. Xursandman siz bilan tanishganimdan. Video tagida hamma ma'lumotlarni qoldiramiz. Fotima opamga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, marhamat.